Maniga yangi do'kon mahalla. Ixtiyorjonning oldiga keldim. Ixtiyorjon, bitta gapingiz uchun keldim men. To'g'risini aytaveraylik. Masalan, ukamiz drabilka ishlab chiqarar ekan. Drabilka yana nima chiqarasizlar? Mishalka ham bormi? Yo'q, shu faqat drabilkani o'zi chunki ulgurmay ham xalqparvar. Lekin ukam aytdiki, Ramazonga jicha aksiya qilganman. Aka, sal yo'lida qilib obunachilaringizga beraman degani uchun shart keldim. To'g'risida men. Aytdim-ku, hali ko'p ham unaqa nimaga bora olmayapman, to'g'risi ulgurmayapman chorva sohasi bo'yicha. Desam Ramazonga do'dingiz bo'ldi dedim. boraman aksiya qildik aka. Arzonlashtirib qilib beramiz-a? Arzon qilib yuborganmiz. Ko'rsataylik, xudo xolasa. Ixtiyorjon akula ekanda. Ha, nomi akula aka. Zoqdagi dengizda akula hukmron bo'lsa, qurolida akula grafiklar hukmron. Keltiribsiz, yo'q. Singari. Yo'q, nomni ham juda ham chiroyli qilibsiz. Alloh barakot bersin. Zoqdagi chorvachi aka-ukalarimizga, opa-singillarimiz ham hayvon boqishadi hammalari. Ha, albatta. Ro'za Ramazon oylari bilan hammalarni tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Aka, motorlarimiz mana Praboy aka yangi korobkadan ochiladi. Aka, bu qozonlarimiz aka mana 6 litre bo'lgan aka. Qalin aka, qalinlik. Ha, qalinlik urib ko'rsataman dedingiz-ku. Ursiz ham aka bukilmaydi. Ha, qozonda ham ish bor, deydi. To'rtta setkasi bo'ladi buni. Ha. Mana bu qo'yga, Aha. bu molga. Bug'doyni yorma holatda, bu kepak holatda chiqaradi bug'doy. Makkani yorma holatida. Shetda to'xtang, bitta shetda nima o'tib ketmasin. Buni setkasini o'zini ham sotasizmi? Ha, setkasini Nech puldan misol? Bu o'zini bitgan narxiga beramiz, foyda qo'ymaymiz. Ha. 20 ming so'mga bitgan, mana shu 20 ming so'mga beramiz. Demak. Bunisi 30 ming so'mga bitgan. Aloqaga chiqishaveradi. Ha, foyda qo'yilmaydi. Bu o'zini narxi. U ham qalindan bo'ladi. Qalin aka, mana qalinligini ham ko'ryapsizmi mana? Chunki bu uriladda bu yorma bo'ladi. Bo'ldi, tushundim, ha. Ularni hisobiga. Xo'p, endi ketaverdik. Aka, mana mahalliylarimiz aka, bu 3,5 kilovat, 4 kilovatli aluminlarga qo'yiladi. Og'irligi buni 6,5 kilo. 8 lista bo'lgan. Balandrokalar soatda ishlaydi, hozir yurgizib ko'rsatib beramiz. Mana ularimiz aka 32 ta pichoq bo'ladi mana. 2 qavat qilib berilgan bo'ladi. 32 ta pichoqligimiz. Bularimiz 3,5 kilovatlimiz, 6,5 kilovat alumin, 6,5 kilovatli misl 6,5 kilovat misliga qo'yiladi bular. 7,5 kilo og'irligi aka buni. Buni og'irligi. Keyin Jiguli mahalliy so'rasa qilib beramiz, faqat 100 ming so'm razin qiladi. Og'irligi 10 kilo bo'ladi. Ashi yaxshi deyishyapti, Bunda ham 32 ta pichoq bo'ladi. Endi aka, motorni juda ham kichkina, pachinnicha bo'ladi-da. O'zi aslida patalo 5,5 kilo bo'lishi kerak. Kimlardir og'ir bo'lsa yaxshi deydi. 7,5 kilo ham o'zi aslini olganda. Ha, urib tashlaydi-da. Urib tashlaydi, to'g'ri. Aka, endi aksiyadagi nimaga ko'rsatyapsiz? Aksiyalarda aka mana drabilkalar bularimiz 1 million 600 ming so'mdan. 1 million 600 ming so'm. 1 million 600 ming so'mda shu joyimiz o'zida. Bu bitta savol, to'g'risi. Bu 1 million 600 so'm 600 mingligingiz bug'doy donni drabilka qiladimi? Hamma yo'q, nima? Qiladimi? Mana eng mayin setkani mana shunga qo'yib qo'yganman. Eng mayinini. Bug'doyni chiqaramiz shunda hozir. O'sha ham chiqaradi. O'shanda chiqaramiz. Eng arzoniga qo'yib qo'yganman. Zo'r. Keyin aka mana bu misligimiz hozir ko'rsatdim, 2 qavatli bo'ladi dedim. Pichog'ini 32 talik. Joyimiz o'zida 2 million 200 ming so'm qilib qo'ydik buni. Ha, joy. Qozonlari 6 lik, boshdan oyoq temiriga 18 oyga garantiya beraman. Bu dastavkasi qana bo'ladi bu 1 million 600 ming so'mligingizni? Dastavka Andijon, Namangan, Qo'qonda o'zi bo'lsa, o'tib ketmasak shahardan 100 ming so'mga olib borib beradi. Ha, 100 ming so'm dastavkasi ichida. Xo'p, Toshkentda bor 200 ming so'm ekanda endi. Asosan meni ko'pchilik kuzatadi-da O'zbekiston bo'ylab. Vohalarga ham zakazlar ko'p bo'ldi, kecha ham vohaga chiqarib yuborganmiz. Ertaga Xudo xolasa endi Navoiy Buxoro olib chiqaramiz. Ha, 200 ming so'mdan. Qashqadaryo bilan Samarqandni tarqatishdi. Abi dastavkasi 300 ming so'm. 300 ming so'm. 300 ming so'm. Ona to'g'risi mana bu Navoiy, Buxoro, Samarqanddagi obunachilarim yantoqni mashinada maydalab chiqarib qolsamiz. Juda zo'r bo'ladi-da. Haqiqiy omadda ham bo'ladi. Faqat og'ziga setga qo'yishmaydi zoqda aka. Buni ham chiqarishaveradi. Ha, buni ham chiqarishaveradi, og'ziga setga qo'ymaydi. Shuni o'rib turib qo'yadi. Svejiy tashlab yuborishaveradi. Suv ham quyib ko'rsatib berasiz, ko'rsatib beraman. Motorga suv o'tmaydi. Yo'q, o'zi bilinadi. Keyin motorni o'zini himoya qiladigan paplovoylari bor, zashtalar. Bor-ding. 190 dan baland to'kkan bu misli tavsiya qilaman. 170, 160 tutgan mana bu aluminiylar tavsiya qilaman. Aluminiylar. Samara, Ariol, Titan shunaqa motorlar qo'yamiz, zo'r motor. Narxi-chi, narxi. Xo'p, bunimiz 2 million 200 ming, joyimiz o'zida 6,5 kilovat, 3,5 ming оборотli mis motor Ariol. Bunimiz 4 kilovat, 3 ming оборот Titan motorimiz. 1 million 750 ming qilib yubordik aka. Bular ham o'zi 2 million sotiladi. Arzonlashtiringda. Obunachilarga aksiya dedimi? Shuncha keldi. Aka bo'lsa kelmasin deysiz. To'g'ri. Anjoniy sog'miz 3,5 kilovat 3000 оборотli mis motor bu Ariol. 2 million so'm qilib qo'ydik shu joyimiz o'zida aka. Narxlar tushganini qarang. Hop, bunimiz aka mana 1 million 600 ming so'mlik 3 kilovat 2000 оборот. Shunda hozir bug'doyni chiqaramiz kepak un holatida. Bunimiz 6,5 kilovatli Samara 3,5 ming оборот. 1 million 900 ming so'm qilib qo'ydik aka, joyimiz o'zida. Zo'r. Endi shu Titanimiz bor. 3,5 kilovat 2002 оборотli Titan motorimiz 1 million 700 ming so'm.
O'sha yerda turib drabilkalar ichida bor. O'zim drabilkalarni shu zakaz bormi shunchaki? Kuniga 60 ishlaydi, mana shu to'lib ketadi. Yo'q. 15 ta ust ishlaydi, kuniga 15 ta drabilka. Mana Voy, mana shu mashallah. bilasizlar turgan titan. Ha. Ana shu 3,5 kilovat 2002 oborotligi aka. O qarang. Oldin shu drabilkalar chiqarmasdan turib, 700 ming so'm. chiqarmasdan turib nima qilish kerak ekan deyapman-da, shuncha odam. O'sha har doimgidek hali jodilarda aka. Qarang. Har doimgidek jodilar. Ha. Mana shu drabilkalar. Bular 1 million 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm aka. Aka, Aha. ne qilib olib turib, setkasi ichidan qo'yiladi aka. Ha. Setkasi ichidan qo'yiladi. Bunaqa joydan bunday olib turib, Aha. setkani qo'yasiz, shlanka ham keyin ipli yumshoq shlanka qo'yamiz, qattiq shlanka Ha, qo'ymaymiz. ular ham ishi bor, deymi? Setkani qo'yib turib, keyin buni bekitib turib, hammasini qo'yib berilaveradi. Juda ham oson. Setkasini qo'yish, mana shu yerdan qo'yiladi ichida. Mana. Yengil bo'ladi, Juda ham oson, yengil. Mana aka, bitta ключой bilan bo'shatishadi, qatirishadi. Bo'ldi aka, chiqarishaveradi. Qolmasa makka o't qashaq chiqaryapti, chiqishaveradi. Tepaga keyin otmaydi aka. Bunisini bitta ko'rsating, paplavoylari bor. Chang chiqarmaydi mana. Ikki tomonga paplavoy qo'yiladi. Hammasiga qo'yib chiqamiz. Paplavoylari bor aka. Aha. Xudo xolasa shu elimiz maza qilsin. Nomi biz sotib olish emas maqsad. Drabilka bo'ldi, bordi, sotdik emas. Buni olib maza qilib 5-6 yil ishlatish kerak, esdan chiqarib. Endi qarang, To'rjon. Men sizga tavsiyalarni berdim, mana meva chiqaradigan deb. Ha. Kecha Qirg'izistonda ko'rib keldim, vakuumlik nima, ko'rdingizmi meni kanalimda? Ko'rdim. Vakuum changni chiqarib yuboradigan. Shunaqa qilib Kirib olibsiz, u nimadan tomdan chiqib Ha, ketdi. uni to'liq videosini bugun qo'yaman. Videosini olib ishlatib ko'rib oldimda. Shuni bir ishlab chiqaring. Chang to'g'risi nimagaki yo'taltiryapti-da qo'ylarda, hali qimmat qo'ylar bor, hali nimasi. Changi chiqib ketadi-da shunda, to'g'rimi? O'shalarni ham ishlab chiqaring endi. Ishlatib ko'rsatamiz-a buni hozir. Ishlab ko'rsatamiz aka. Makkani ham zo'r ekan-a. Makkani zo'r ekan. Ko'chalarga ham bo'laverar ekanda. Qancha qasar yirik bo'lgani yo'q. Ha, cho'radi. Bir million 600 ming. Anasini ko'rsating menga. Bitta xo'jalikka kerak ekanda Ixtiyorjon, qarang 10 minutda 10 ta qo'yga yem tayyor. 10 minutga ham bormadi, 3 minut. Ha, bu endi aslida 10 minutga bormadi. Bu ishlab chiqarishda bu ham endi. Misolda, masalan, ommixda yemni tayyorlab olsangiz bo'ladi o'zingiz. Misol mana o't, makka, bug'dek, arpa. Endi bu yerga bitta kunjarani qo'shish kerak, yog' mahsulotini. Sabab bu kletchatka hazm qiladi. Bular masalan bularni bu hazm qilib beradi kletchatka. Yog' qo'shish kerak-da bu yerga. Nimaga ashunda ommixda yem bo'ladi bu. Ham vitaminlar ham qo'shish kerak. Vitaminlarni ham qo'yib o'tamiz. Tuz qani tuz? Ha, tuzni bering. Tuz bo'lmasa bo'lmaydi. Tuz yegan hayvonning go'shti shirin bo'ladi. Ha, ana tashing, ana aralashtirib yuboring. Ana qarang, mana endi 10 ta qo'yda bir mahalliy yemi tayyor bo'ldi-da hozir. To'g'rimi? Makka bu. Bitta qo'yga Arpamiz. ha, arpani tashing. Bug'dak. Bug'dak. Ana bug'doyimiz un holatida. Ana bunga endi 2 kilo kunjara qo'shganingizda hozir qanaqa bo'lardi? Mayli, endi kunjarani ham qo'shib qo'yamiz-a endi. Ha, orasiga qo'shib yuboramiz oqdan. Deda, hashak, somon, makka, bug'dak, arpa, kunjara qo'shish kerak bu yerga. Ana endi ommixda yem bo'ladi. 10 ta qo'yga bir mahalligi 300 grammdan beradigan bo'lsangiz, ertaman 300 gram, kech payt 300 gram, 600 gram. Ha, lekin ko'k o'tni bemalol yeb yurursin tashqarida. Yozda ham shuni bersangiz, nimasi bo'ladi? Juda ham zo'r kaloriyali yem bo'ladi. Bolali qo'ylarga bo'rdoqchilikka. Bo'rdoqchilikka endi ko'paytiraverasiz endi. Yegan sari qo'shib boraverasiz.
Endi uka har bitta xo'jalikka bitta drabelka kerak ekan. Kerak ekan. Shu obunachilaringizga aka, Zohidga siz obunachilaringiz ayniqsa aytdim-ku, Ramazon oyiga aka shunaqa aksiya qilib beraman, kelib olib bersiz, shu drabelkami dedim. Shu Ramazon oyiga aksiya qilib bersiz, olib beraman deb keldim. Rahmat aka, tanjoningiz sog' bo'lsin avvalo. Uka meni nomimdan chiqishadi. Meni obunachilarim haqiqiy ashaddiy qo'y boqadigan bolalar. Narxlarni qo'ydik Zohid aka. Ha. 1 million 600 ming, 1 million 700 ming, 1 million 750 ming, 1 million 900 ming, 2 million misligimiz 3,5 kilovat 3 ming оборот, 2 million 200 ming, 6,5 kilovat 3,5 ming оборот. Bu Ariol motor misligimiz 32 ta pichog'i bor. 18 talik, 22 talik pichoqlar bo'ladi. 6,5 kilovat, 3 kilovat, 4 kilovatliklarda. Hamma narsani chiqarishaveradi, qo'lda ham chiqarishaveradi. Hozir endi sizga aka mana ishlarga blok bunaqalar chiqarishim. Hozir chiqarishmaydi. Mana ko'ryapsiz o'zi endi qanaqa yereng'oq pichoqlarni ham chiqardi. Mana yereng'oqlar ham turibdi ekan. Nimasini mana g'o'zapayalar hamma narsani chiqarishaveradi. Xudo xolasa bu boshda oyoq temirgacha balonlarga ham katta balon qo'yaman. Oyoqlar rossiyskiy ugonli. 4 ga 4 steniyasi 3 lik bo'ladi. Hampalar 1.8 lik qalinligi, qozoni 6 likda bo'lgan. Garantiya urib ayamasdan ishlatishaversin borgandan keyin buni ayashmasin. Ayam ishlatsin. Ayam ishlatsin. O ana to'xta. Ashi zo'rga bo'ldi. Ayamasdan ishlatsin. Boshdan oyoq temirga 1,5 yil 18 oy obunachilaringizga garantiya temiriga. Bo'ldi. Pichoqlarda xudo xolasa bexijolat germanskiy mana qora kuydirilgan pichoq qo'yinglar Zohidga. Mana pichoqlarni ham ko'ryapsiz aka. Yaxshi pichoqlardan qo'yamiz biz. Oq pichoqlardan qo'ymaymiz. Buni kilosi og'irligi 10 kilo, buniki 7,5 kilo. 90% shundan qo'yib beryapmiz. Uzoq umr ishlaydi motor. Ishlasin deb. Ha, 90% shundan qo'yamiz. 4 ta shu nasatkasi bor mana makkaniki, bug'doydiki, mana molni chiqarmadiku. Bundan ko'ra sal yiriroq qiladi xolos mol setkasi. Mana bu qo'yin setkasi. Endi qarang. Setkasini qo'shib Shojon, beramiz. buni zakaz berishgandan keyin uzoq muddat yo'qmi? Yo'q, xudo xolasa uzoq muddat. Imkon boricha bir kunda shu vodiy tarqatyapmiz. Vohalarga uzog'i 6 kun, 5 kun. Yetib boradi. Yetib boradi. Yetib boradi vohalarga. Nomeringiz o'sha nomerlar teradagi. 237 10 ham ishlaydi, 22 22 ni ham aytaman, qo'yib qo'yasizmi? 22 ni nimaga сообщениеga qo'yamiz? Nimaga siz YouTube kanaliga qo'yiladi bu? Nimada YouTube'da nomer qo'yib bo'linmaydi, ana teradagi qilaverasiz. Boqishni o'zi oson bas. O'zim boqaman, tushunaman. Ashib. Yo'q. O'zingizni pundi ali nimalaringizni ko'rib turasizmi? Kuniga ko'raman. Maşallah, boringizga shukr. Joningiz sog' bo'lsin aka. Ya xudo xolasa bir 5 yil, 6 yildan keyin ko'rasiz. Bizda ham 5-6 yildan keyin seleksiyamiz ancha o'zgaradi. Bozorlarda ham hayvonlarimiz ancha yiriklashadi. To'g'risida endi bir boring yana bir 10 yilni ko'ring. 10 yildan keyin mana shu bolalarga qolyapti-ku, to'g'rimi? Yaxshi naslli chorva hayvonlarimiz, to'g'rimi? Shular uchun harakat. Qadrdon bo'lib ketgan ko'rishib aka. Xudo xolasa o'zingiz hali qo'lsaqdan ikkita menga olib berasiz. Bo'ldi, arashanida-da. Bo'ldi, havas qilaman, hali quloqlarni o'lchashadi. Juda ham havas qilaman haqiqatan. Xudo xolasa qilamiz. Hammaga omad tilayman, mol-qo'ychilarga, tanjonlari sog' bo'lsin. Qo'ylarni boqsin. Men nomdan telefon qilishadi ammo obunachilarim. Kuting, xudo xolasa. Bexijolat, aka siz xijolat bo'lib qolmaysiz. O'shuncha qo'rqmasdan aytyapman. Bo'ldi. Olib borishgandan keyin bexijolat, motorlarni ham zo'rini qo'yaman. Bo'ldi. Maza qilib ishlatsin. Hamma xonadonga baribir kerak. Makka chiqaradi, qachondir mana beda chiqarishi, bug'doy, hamma narsani chiqarsa bo'laveradi. Akula drabilkalari. Dengizda akula hukmron bo'lsa, quruqlikda akula drabilkalarimiz hukmron. Rahmat. Alloh sog' bo'lsin, o'zlaringiz ehtiyot qiling. Borlaringizga. Muborak bo'lsin hammalarga.